25-mayda nimalar bo'ladi? Bugun juda ham ko'p qizlar xotincha xunuk makiyaj qilib kelishadi. Qop-qora junli oyog'iga oppoq apron kiyib keladiganlari ham topiladi. Bola qattandir kaptar ko'tarib kelishadi. Maktab bilan xayrlashib qo'l silkiymiz. Mana bu bola qo'l silkib xayrlashmasa ham bo'lardi, hidiga ko'nglim aynib ketdi. Bugun qizlar hayotidagi eng xunuk raqsga tushishadi. Bolla yemagan hazillar qilishadi. O'li agar 11 yildan beri bu hazillarga tushunmay yuribman. Keyin mahallaning eng g'iybatchi xotinlari kelishadi. Bilasizlarmi nimaga kelishadi? Shokir akaning qizini ham yozding, valsda belidan ushlabdi. Belidan ushladi. Endi kelin qilmaymiz. Vals tushganlarni yozib olgani. Bugun itga ham bitga ham faxriy yorliq beriladi. Shodiyori 11 yil o'qib birinchi olgan faxriy yorlig'i shu. O'qituvchilar 25-mayda hech qayerga bormasligimiz haqida tilxat yozdirib olishadi, lekin hamma boradi. Bugun bolalar maktabni bitirganiga xursand. Qizlar bo'lsa doimgidek yig'laydi. Hamma yo'qolib ketish yo'q, xabar olib turamiz, oqibatni yo'qotmaymiz deb va'da beradi. Lekin foydasi yo'q. Bularning ota-onasi ham, ota-onasining ota-onasi ham va'da berib yo'q bo'lib ketgan. Bugun hamma bir-biri bilan xayrlashadi, chunki bugun oxirgi kun. Lekin ertaga ona tilidan imtihonda hammamiz ko'rishamiz. Hali yana 10 ta fandan imtihon topshirgani kelganda ko'rishimiz kerak. Oxirgi kunmish. Sinfdoshim, qayerda bo'lsang ham mana shu qora ko'zlarni unutvorma, xo'p?